Assalomu alaykum. Bugun ilk marotaba O'zbekistonda APASA konferensiyasi o'tyapti. Bu konferensiyaga ko'p mamlakatlardan tashrif buyurishgan Amerika, Ispaniya, Germaniya, Turkiya, Pokiston va boshqa mamlakatlardan taniqli shifokorlar shu jigar kasalliklari bilan ishlaydigan, davolaydigan, transplantatsiya o'tkazadigan va jigar saratoni kasalligini oldini olish va davolashni ham juda katta tajribaga ega shifokorlar tashrif buyurishgan. 2 kun davomida konferensiyada nima yangiliklar bo'ldi? Birinchi yangilik gepatit B bo'yicha bu bemorda HBs antigen aniqlangan bo'lsa, ya'ni gepatit B aniqlangan bo'lsa, uni bemori virusning miqdoriga qaramasdan, fermenti oshgan oshmaganiga, hattoki fibroskanidagi o'zgarishga qaramasdan bemorni albatta gepatit B ga qarshi davolash kerak ekan, virusga qarshi preparat bilan. Chunki bu kelajakda rivojlanadigan jigar saratonini oldini oladi. Hozir dokladlar bo'ldi. Pokistonda, Turkiyada, Ozarbayjonda, Qozog'istonda va Qirg'izistonda virusli gepatitlarni bartaraf qilish uchun qanday programmalar olib borilayotgani. Masalan, Qirg'izistonda kattalar orasida gepatitga qarshi emlash tadbiri o'tkazilyapti. O'zbekistonda ham bu tadbir o'tkazilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Hakim Seno klinikasida ishlayotgan hamma shifokorlar hozirgi kunda konferensiyada qatnashyapti. Har yili qatnashadi va konferensiyadan olingan yangiliklar amaliyotga qo'llaniladi.